Mana shu oxiratda o'zlarini va farzandlarini yo'qotsa agar, mana shu eng katta yo'qotish bo'ladi. Farzandingizni jahannamda ko'rsangiz, eng katta yo'qotish. Farzandlar bu bizning yelkamizdagi eng katta omonat. Bularni yo'qotib qo'yishni xohlamasak, bular toat, ibodatda o'tishligini, qiyomat kunida Allohning oldiga borganimizda yuzimizni yorib qiladigan farzandlar, balki boshimizga toj kiydiradigan farzandlar bo'lishini xohlasak, hozir bularni himoya qilib qutqarib qolaylik. Alloh azza va jalla aytadiki: "Qul innal khosirinallazina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huval khusranul mubin." Ey Muhammad, ayting, innal khosirin allazina khasiru anfusahum. U haqiqiy yo'qotish dunyoda emas. Haqiqiy yo'qotish bu oxiratda bo'ladi. Mana shu oxiratda o'zlarini va farzandlarini yo'qotsa agar, mana shu eng katta yo'qotish bo'ladi. Farzandingizni jahannamda ko'rsangiz, eng katta yo'qotish. Alloh taolo nima uchun bu yerda o'zingizni birinchi zikr qildi? Keyin ahli ayolni, farzandlarini zikr qildi. Agar farzandlaringizni do'zax o'tidan dunyoda agar qutqarib qololmaydigan bo'lsangiz, o'zingizni har qancha qutqaring, oxiratda hech qachon jahannamdan qutqara olmay qolasiz. Chunki sizni jannatga kirishligingizning eng katta sababi, shartlaridan biri dunyoda farzandlaringizni jahannam o'tidan qutqarib qo'ygan bo'lishligingiz kerak bo'ladi. Bu katta bo'lgan bir illat. Mana yoshi kattalar biladiki, shu bilan mana shu aqlda ozdiradigan narkotik narsalar bilan hayotini kechirganlarni oqibatini juda yaxshi biladi. Yoshlar kelib so'rasin shulardan. Hech kim ko'karmadi. Bularning farzandlaridan biri yaxshi farzand, yaxshi bir avlod chiqmadi. Ular chirib yo'q bo'lib ketdi. Ati nomi bilan yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun hozirdan farzandlarni himoya qilish, ularni tergab, o'rtog'ing kim, qayerda yuribsan, qayerga kelding, nima qilding deb tergab turishlik bu har bittamizning vazifamiz ekan.